Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, tengmisizlar. Hozir jamiyatdaman, bitta klient olib keldim. Ertaga jamiyat Sarasyoddan Toshkentga bitta odam borasizlar, srochniga, navbatlarga chiqib ketish kerak. Sal kelishtirib borasizlar, endi jamiyatdan sal sekinroq haydab borasizlar. Nomerlarni yozib olinglar, 90lik 569 60 72. Shu nomerga telefon qilib bog'lanib, ba'zida sal kelishtirib borasizlar. Hammalaringga sog'lik, omonlik. Deyiladi, kvartiraga. 7,5 soatga Toshkentdan kirib keldi. Ha, shunchalik tez oyda yopdi-ku, bola yuzini yopdi, bir to'xtatadi, bir tashqariga toza havoga chiqib, yuzini bir uyqumda uchirib olay deydi. Shunaqa bosadi yana. Qo'ng'iroq bo'layotgan yoshroq nima bir gapirdim bo'lmadi, haydaver dedi. Bu haydadi. 7,5 soat kirib kelgan bo'lsangiz, uchibda da o'zi ham. Shunday kech haydadi. Qus kelyapti, esnab. Aralarga to'xtab bir kiradida, aytdim radarlar qo'y, radarga tushasan. Deydi chiqsa. Xotiniga aytadi. Men deydi odam yo'q deydi, nima qilay deydi. Bir kundan keyin deydi, odam olsam boraman deydi. Xotiniga aytyapti. Ha, Alyapti. Vallahi aytadi, chiqadi. Kelamiz. Deyapti. Bari ham bo'ladi deydi. Kishi. Endi yo'lga bilan mashina buzildimi aloqa, bu narsaga emas, lekin buni fikri yo'q deydi, mana odam yo'q deydi, yotibman deydi, Toshkentga deydi. O'zi Boysunga kirib keldi. Darbanddan o'tdi.